Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, joninglar sog'mi, sog' salomatmisizlar? Xudo xolisa hozir sizlar bilan birgalikda Mercedes GLE 450 mashinasini obzorini qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Sababi hali bu mashina O'zbekistonda, Instagramda, YouTube'da yangilik, hali uncha-munchasi qo'ymagan. Qarshilarda men hozir mashinani obzorini qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, mashinamiz 4,5 ob'yom dvigatel bilan jihozlangan. Bu mashinaga 4 stack 300 ga 8 max blok ustunovka qilindi. Bu yoqda reaktorlarimiz ham original 500 ta ot kuchini yetkazib beradi. Mashinamizda 340 ta ot kuchi bor. Bu yoqda original injektor, xudo xolisa yurishlari 95 benzinda yuradi. Mashinani o'zida 20 ta rasxod qiladi benzinda. Endi bilasizlar, gazda ham ozgina rasxod qiladi. Mashinaga 61 talik balon ustunovka qilingan. 61 talik balon bilan o'rtacha hisobda 250 km atrofida harakatlanasiz. Endi sizni yurishingizga ham bog'liq. Vay, haqiqiy maxluq. Mashinani egalari nima sababdan sotib olgan? Hozir men sizlarga batafsil tushuntiraman. Mashinani egalari toqqa chiqadi, ovga. Endi ovga ham bilmadim-ku, toqqa dam olgani chiqadi. Shu sababli mashinaga propan ustunovka qildirgan. Xo'p. Men sizlarga isbot uchun mashinani bagajini ham ko'rsatib bersam. Balonlarini, keyin mashinani o'zini. Xo'p, Mercedes GLE 450 mashinasi 4matic. 4 ta oldi, orqa tortadi mashinada. Endi mashinani o'zingizlar haybatli-da. Xo'p, mana. Mashinamizda 7 ta o'rinli. Bu yoqda endi spinkasini ko'taramiz. Ana orqasidagi nimasini sizlarga bir batafsilroq ko'rsatib beraman. O'xshab bo'lmayapti-ku buni. Gips qo'l bilan. Mana, Hoji aka, mashinaga 61 talik balon ustunovka qilingan. Ustunovkamiz ham idealniy bo'lgan. Men YouTube'dan ham qidirdim. Bu mashinada faqat Rossiya bilan Yevropada gaz qo'yilgan ekan. Xudo xolisa bugun yangilik bo'lyapti. Qarshilarda Ulubek servis shu mashinani obzorini qilib berdi. Video yoqqan bo'lsa, like da ayamlasini yo'lachani qizartirib bosib qo'ying. Instagram sahifamga o'tib olsanglar, yana qiziq videolarimiz bor. Rahmat.